birovni xonadoniga borib eshigini taqillatdingiz. O ochmadi. Darrov ochmadi. Ikkinchi taqillatish necha daqiqadan keyin bo'lishligi kerak? 2 rakat namoz o'qib bo'ladigan daraja vaqt kutishligingiz kerak. Namoz o'qiyotgandir. Ikkinchi taqillatishni 2 rakat namoz o'qib bo'ladigan muddatdan keyin ikkinchi taqillatishni qilishingiz kerak. Yana ochmadi. Demakki 4 rakatlik namoz o'qiyotgandir. Demak, ikkinchi, uchinchi chaqiriqlar demak yana 2 rakat namoz o'qish jarayoni va muddatida bo'lishligi kerak. Unga ham ochmadi. Demak, xonadonda erkak kishi yo'q, xonadonda yoki odamning o'zi yo'q deb qaytishingiz kerak. Bizcha sabr yo'q bizda. Taqillataveramiz.